Navrini navriga nikohlash. Savol. Assalomu alaykum. Navrini navriga nikohlash to'g'riliq fatvo so'raydim. Masalan, ikkilisi ota tarafdan bo'lsa yoki ikkilisi ona tarafdan bo'lsa yoki aralash bo'lsa, buning hukmi qanday bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Mayli ona tarafdan yoki ota tarafdan bo'lsin, navrini navriga nikohlasa bo'ladi. Bu yo Qur'on Karimda yoki hadis sharifda cheklangan ish emas. Aksicha, Qur'on Karimda nikoh qilishga bo'lmaydigan ayollarni bayon qilgan va bularning ichida bir navri qizlar tilga ilinmagan. Analaringlar, qizlaringlar, hamshirlaringlar, atanglarning hamshirlari, ananglarning hamshirlari, qarindishinglarning qizlari, hamshiranglarning qizlari, sizlarni emitgan sut analaringlar, emildash hamshirlaringlar, qayin ananglar, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa erdan bo'lgan quchqonlarda beqilgan o'gay qizinglar sizlarga harom qilindi. Agar sizlar ularning analari bilan nikohlanib, taxi bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chaqda ularni olsanglar hech bak yo'qdir. Yana o'z pushtonlaridan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini erishinglar va ikki ochisangni birli vaqtda amringlarda tutishinglar harom qilindi. Faqatla jahiliyatda o'tgan ishlar afu qilinadi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Erning qo'lidagi ayollarmi sizlarga harom qilindi. Buningdan faqat sizlar egi bo'lgan cho'rilar mustasno. Bu Allohning sizlarga farz qilgan hukmlaridir. Yuqoriqilardan boshqa ayollarni zinodan saqlanib, iffatlik bo'lgan holda mollaringlarni to'yliq sarf qilib, nikohlab elishinglar halol qilindi. Shunga qaysi ayollarni nikohlab elib foydalansanglar, ularga bekitilgan bo'yicha haqlarni beringlar. Mahri bekitilgandan keyin o'zaro rozilashib o'tayotgan narsanglar to'g'risida sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Nisa surasi 23-24 oyatlar. İmam İbn Kasir mazkur oyatning tafsirida mundaq deydi. Bu chekidan oshirib o'tish bilan susliqning o'ttiridagi eng yaxshi o'ttir holliqdir. Chunki xristianlar er kishi bilan ayolning o'ttirisida aqalli taqdirda 7 cho'ng dada bo'lmagan ahvolda to'y qilishmaydi. Yahudilar bo'lsa o'zining qarindishining qiziga, hamshirisining qiziga uylanaverdi. Shunga bu pak mukammal shariat xristianlarning oshirib o'tishini tashlab, otasining ar qarindishi va hamshirisining qizlarini, onasining ar qarindishi va hamshirisining qizlarini nikohlab olishni muboh qilib o'tib, yahudilarning susliq qilib, qarindishining qiziga, hamshirisining qiziga uylanaveradigan bundaq intayin qabih ishni harom qilayotgandir. Yana Qur'on Karimda Alloh taolo payg'ambari sallallohu alayhi va sallamga mundaq degan: Ey payg'ambar, sana biz sen mahrillarini bergan ayollaringni, Alloh sana g'animat qilib bergan narsalardan sen egi bo'lgan ayollarni, sen bilan birga hijrat qilgan ataning qarindishi va hamshirisining qizlarini, ananing qarindishi va hamshirisining qizlarini sana halol qildik. Ahzob surasi 50-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallammo hammasi Umayma binti Abdul Muttalibning qizi Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anhaga uylangan. Alloh taolo bu nikohni o'zi qilib Qur'onda uni Ahzob surasining 37, 38 va 39-oyatlarida tafsiliy bayon qilgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, parda orqasida turib so'zlashish oyati Jahshning qizi Zaynab to'g'risida nozil bo'lgan. Ashu kuni uning to'y ziyofati uchun Rasululloh jamoatga nom bilan go'sht qo'ydi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qolgan ayollarga faxrlanib, Alloh meni osmondan nikohlab qo'ygan deydi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tog'isi Abu Talibning qizi Hazrati Ali radhiyallohu anhuning hamshirisi Fahida radhiyallohu anhaga elchi avatgan. Fahida radhiyallohu anhaning "Men balachanliq ayol" deb o'zri aytganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zrisini qabul qilgan. Demak, navrini navriga nikohlashda imildash bo'lib qolgan ahvol bo'lmasa-la, shar'iy cheklama yo'q. Olimlarning qarashlaridami hech ixtilof yo'q. Bir navri qizga o'xshashla otaning, tog'asining qizimi nikohlanish halol bo'lganlardandir. Bir navridan boshqa yaqin tuqqanlar ara nikohlanish masalasiga kelsak, Alloh taolo cheklagandan boshqa yaqin tuqqanlar ara to'y qilish cheklanmaydi. Ba'zida bir navra yoki boshqa yaqin tuqqanlar bir oilada birga cho'ng bo'lgan ahvolda bular o'zaro to'y qilib qolsa, ularning o'rtasidagi bir-biridan o'zaro ta'sirlanishi ojiz bo'lib qoladigan, o'zaro munosabat sustlashib ketadigan ahvollar ko'rilishi mumkin. Tibbiy jihatdan olib aytganda, yaqin tuqqanlarning o'zaro to'y qilishi, irsiy kasalliklarning tarqalishi yoki farzandlarning tan qurilishi ojiz yoki meyib bo'lishni keltirib chiqarishda ma'lum rol o'ynaydiganligi haqida tadqiqotlar bo'lib kelgan bo'lsa-mu, bu keskin emas ekan.
Bu ehtimolliklar bir shahar yoki bir yezi aholisining o'zaro to'y qilishidami o'xshash mavjud deyishga bo'ladi ekan. Shunga bu ehtimolliklar bilan buni cheklab o'tishga bo'lmaydi. Undaq ehtimollik bo'lgan taqdirdami to'y degan islom shariati ramkasi ichida bo'lishi kerak. Shunga ikki tarafda to'y qilish mayli bo'ladi ekan, emildoshlikdek boshqa shar'iy to'salg'u bo'lmaydi ekan, bu turlik nikohlanishni harom qilyotgili, cheklab bo'lmaydi. Balki yaqin tuqqanlardan o'ylanish ba'zi bir jihatdan har ikki tarafga texami foydali, o'zaro hamkorlashishga texami muvofiq bo'lishi mumkin. Undaq bo'lgan ekan, yaqin tuqqanlar o'zaro nikohlanish masalasi ikki tarafning tanlashiga bog'liq ish bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizi Fatima radhiyallohu anhani tag'asining o'g'li Ali radhiyallohu anhaga yotliq qilgan. Yaqin tuqqanlar o'zaro to'y qilishni cheklaydigan biror hadismi yo'q. Bu vaqtda faqatla Umar radhiyallohu anhuning necha avlod izchil tuqqanlar ara to'ylashib kelayotgan va shuningga hirismanlik qilgan ba'zi jamoatlarga sizlar ojizlab ketibsizlar. Shunga yat qabilalardagi ayollarga nikohlaninglar deganligi rivoyat qilinadi. Albatta, yat qabila yoki yat jamoat yoki boshqa shaharlik ayollarga uylanishning nurg'un foydalari bor. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 99 numurliq fatvo.